Chodakka kelib eng go'zal manzaralardan birini sizlarga ham ko'rsatib o'tib ketaman. Mana shu Chodak soy hisoblanar ekan. Chodakliklar o'ta hurmat qilib o'zlari mana shu suvdan iste'mol qilishar ekan. Uyda egasi ham mendan iltimos qildi, yurtdoshlarimizga aytib o'ting. Bizga Chodak soyga bo'lgan hurmatimiz cheksiz. Bizni asosiy suv manbayimiz mana shu soydan. Ichimlik suvimiz ham ekinlarimizga. O'zlari soyga avvalo musor tashlamas ekan. Hech qanday men birorta joyda soyda birorta joyda musor ko'rmadim. Va mana shu dam olishga keluvchi sayyohlarimizdan mana shuni iltimos qilib qolar ekan, suvga bo'lgan, soylariga bo'lgan hurmat saqlashga. Ularni ham musor tashlamaslikka chaqirar ekan. Hozir uyda egasi iltimos kanalizda shuni ham bir yoritib bering dedi, shuning uchun barchalaringga rahmat.